Bu juda noto'g'ri narsa. Sochim mo'rtlashib ketgan, sochimga vitamin yetmayapti deydigan bo'lsa, kimdirlar aqlli kosmetologlar yoki bo'lmasam aqlli doktorlar ba'zi bir shampunga qaysidir vitaminlarni, vitamin B kompleks, vitamin C, boshqa vitaminlarni qo'shishni tavsiya qilishadi. Bu juda noto'g'ri narsa. Qo'shayotgan vitaminingiz ampuladami? U inyeksiya sifatida chiqarilganmi? U ukol qilish kerakmi? U shpritsga tortib olingandan keyin yonboshga, mushak orasiga qilinadi. Mushak orasiga qilingandan keyin u jigarga borishi shart. Jigarga borgandan keyin metabolitlarga ajraladi. Demak, parchalanadi. Parchalangandan keyin ana u parchalangan element o'sha sochga, o'sha ichakka, o'sha yurakka, har bitta mishen organga yetib borishi kerak. Siz uni shampunga solib turib, boshingizni yuvyapsiz. Siz birinchidan shampunni muhitini o'zgartiryapsiz va qo'shgan vitaminingiz hech qanaqa ahamiyatga ega emas shampunga tushgandan keyin. Standart bo'yicha zavoddan ukol sifatida chiqqan. Uni kerakli instruksiya bo'yicha ishlatish kerak. Bu noto'g'ri narsa. Shunga ahamiyat beringlar. Shampunga qo'shganinglar, demak, sochga umuman aloqasi yo'q. Bu videoni shunaqa ximik o'rtoqlaringizga, tanishlaringizga yuborib qo'yinglar.